Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana bir Shohsaroy degan bir to'yxonamizga mana shu darvozani yasadik. Darvoza eshikda endi darvozada endi bu eshik emas bu. Buni qarang. Ikkinchi etaj deraza tomoniga ham birdan to'liq chiqib ketdi hozir. Buni olib bez kraska, bez nichivo shunday turibdi, xudo xolasa. Chiroyli chiqdi degan umiddamiz, nasib bo'lsa. Shu jamoamiz bilan kechasi bilan o'rayotimiz shu ispit qilaylik deb. Hey yigitlar. Xudo xolasa chiroyli chiqdi buni. Hozir pastdan ham birma-bir videoga olib tashlayman nasib bo'lsa. Yavni ko'rinadi. Nimalar ishlatilgan, nima qilingan. Pastga tushib olay, ishlab turinglar valla. Yaqindan ko'rsatamiz nasib bo'lsa. Ikkinchi etaj bilan birinchi etaj oraliq masofasida 62 sm beton joy bor. Shu beton joyda ham shunday yopib yubordik ana. Korona qilib. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, eson-omongina qo'ya olsak bo'ldi. Mana bu ikkinchi etaj. Birga qo'shilib ketadi nasib bo'lsa.